Yaqin zamonda bir avtobuschi aka aytadi, avtobusim yo'lda buzilib qoldi. O'sha mahalladan, o'sha joydan biz usta chaqirdik. Usta kelib, uni kasalini topa olmadi va tuzata olmadi. Odamlarimni tushirib boshqa avtobus bilan manziliga jo'natdim deydi. Keyin shahardan usta chaqirdik. Shahardagi usta keldida ozgina aylandi, ko'rdi, aybini bildi va aytdiki, falon pul bo'ladi dedi. Men aytdimki, yo'q birodar. Bir qizim, bir o'g'lim bor. Shartnoma to'lovi bilan institutga o'qiydi. Uncha boy odam emasman. Ozgina narxidan tushing, arzonroq qiling. Deganda aytdiki, yo'q. Xohlasang shu dedi. Qaytanga meni shahardan chaqirgansizlar. Endi bugun ta'assufki ish ustalari o'zlarining mabodo mohir ekanligini bilsalar, darrov ularning yurish-turishlari, narx-navolari o'zgarib qoladi o'zi. Mohir ekanligini bilib qolsalar bo'ldi. Mana shu ishni ulardan boshqasi qila olmasligini bilsalar bo'ldi. Tamom, Alloh berdi ularga. Yo'q dedi. Falon qancha bo'ladi? Falon qancha pulni olmasam avtobusingga qo'limni ham tekkizmayman dedi. Avtobuschi aytayapti. Uncha pul meni hozir oldimda yo'q. Mayli men rozi bo'lgan taqdirimda hozir sizga bera olmayman. Unda avtobuschi aka aytdi. Usta aytdi. Unda men tuzataman. Tuzatib bo'lgandan keyin avtobusni uyimga haydab boraman. Ertaga kelib pulini berasiz, avtobusingizni olib ketasiz dedi. O aytdiki, men omonatdorman, men mo'minman, musulmonman. Tuzatib bering. Ertagacha har na pul ishlaganim bo'ladi, pul topganim bo'ladi. Men ishlatay buni. O'zim hayotimni davom ettiray, keyin sizga ertaga kirgizib beraman. Yo'q dedi u. Sendaqalarni ko'pisini ko'rganman dedi. Ertani ertasi ko'payadi dedi. Mayli dedi, rozi bo'ldim dedi shofyor. 2 soatlar o'tdi, avtobusimni tuzatib bo'ldida, avtobusni haydab uyiga olib ketdi va menga manzilini berdi. O'sha paytda telefonlar, telegramlar, lokatsiya degan narsalar yo'q deydi. Manzilini yozdi, falon ko'cha, falon tuman, falon mahalla, falon xonadon. Qog'ozchaga yozib berdi. Men qog'ozni cho'ntagimga qo'ydim va aytdimki, uyda ham uncha pul yo'q. Kun yarim. Undan ko'ra men borayda, avtobus bo'ldi, tuzatildi, yaxshi bo'ldi. Uyga olib ketilindi. Men Mardikor bozoriga borib, hech bo'lmaganda 3-4 so'm bir xonadonimga bir ro'zg'or o'laroq bir narsa topay dedim. Bordim deydi. Kun oxir bo'ldi. Hech kim kelmadi. Hech kim meni ishga taklif qilmadi. Kun oxirlagandan keyin bir odam keldi. Yaktay kiygan, boshida do'ppi kiygan, belida belbog'i bor. Men ko'rdimki, uning xonadonida bir janoza bo'lgan. Va menga aytdiki, birodar, sizga bir ish bor. Nima ish? Ukam vafot etdi. Xo'p. Lekin ukam juda baxil, juda birovga bir narsani ravo ko'rmaydigan odam u. Xo'p. Men bilamanki, ertaga janoza marosimiga hech kim kelmaydi. Shuning uchun men sizga qancha pul desangiz beraman. 3 kun meni yonimda bo'lib turing. U bu ishlarga qarashasiz, menga yordamchi bo'lasiz, hech bo'lmaganda meni oldimda turasiz. Men bir yakka o'zim mehmonlarni qabul qilmay dedi. Unday bo'lsa deb aytdim. Janoza bo'lgan bo'lsa, men nafaqat men, oilam, qizlarim, o'g'illarim bilan birga boramiz. Bir mu'minning janozasiga qatnashsa, qaytanga bizdan yaxshilik va siz aytayapsizki, aytgan pulingizni beraman. Yo'q birodar dedi. Janoza marosimi bo'lsa, bir yordam bo'lsa, bir xizmat bo'lsa, bizdan nima ketdi? Bir musulmonni janozasiga bir xizmat qilinmizda, pulingiz ham kerak emas dedim. U juda boy odam, hashamatli mashinalarda kelgan. O aytdiki, yo'q, men aytgan pulingizni sizga beraman. Unday bo'lsa, hali janoza marosimlari o'tsin, xizmat qilaylik, keyin bu masalani gaplashamiz, bermasangiz ham bo'laveradi dedim, dedi. Uyga qaytdi.
Uyga qaytdim, ayolimga bo'lgan voqeani aytib berdim. Ertalab bo'ldi. Ertalab kecha kechqurungi aka ham menga manzilini yozib bergandi. Manzilni oldim va aytdim, farzandlarimiz bilan, ayolim bilan tayyorgarlik ko'rdik. O'sha manzilga borayotgan edik. Yo'lda mashina tutib boryapmiz endi. Keyin men bu cho'ntagimga qaradimki, o'sha avtobuschi ustani ham manzili yo'qolib qolmasin. Bu manzil bilan ikkita qog'ozchani bir joyga cho'ntagimga qo'yay deb, bu cho'ntagimga qo'limni kiritib, manzil bilan bu manzilni solishtirsam, ikkita manzil bir to'g'ri kelyapti. Bu manzil bilan bu manzil bir xil. Mashalloh. Mazam qochib qoldi deydi. Ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Ranglarim oqarib ketdi. Nima bo'lganini men bilmadim dedi. Ayolim menga aytdi. Sizga nima bo'ldi? Hozir yaxshi odam, yaxshi edingiz-ku deganda, bu manzillarni qara dedi. Bunga men hayron bo'lyapman. Aynan borsak, uyning oldida meni avtobusim turibdi deydi. O'sha xonadonda janoza bo'lgan. O'sha usta vafot etgan. Haqiqatda janozasiga hech kim kelmadi dedi. Janoza marosimlarini o'tkazdik va men bo'lgan voqeani u kishining akalariga aytib berganimda, biz xizmatingizga rozi bo'ling, avtobusingizni shunday olib ketavering dedilarda, rozi rizochilik bilan avtobusni men uyga olib qaytdim deydi. Shunda bir taassufki, insondan bir yaxshilik qoladi birodar. Bugun qo'limizdan bir ish kelar bugun. Keladi hammamizni qo'limizdan bir ish. Sizni qo'lingizdan keladigan ish boshqani qo'ldan kelmaydi. Bugun bizdan bir yaxshilik o'tsa nima bo'libdi? Nima bo'libdiki, bizdan bir boshqa bir mu'min birodarimizga bir yaxshilik o'tsa, har bir qo'yayotgan qadamimizni, har bir olayotgan nafasimizni qo'pol qilib aytganda, bugun pulga chaqadigan bo'ldik. Birodar, xolis bo'ling. Xudo beradi u rizqni. Alloh fazl o'laroq beradi. Alloh yaxshilik o'laroq beradi o'sha narsalarni bizga. Shuning uchun Alloh taolodan fazl so'ragan holatda qalbingizni yumshating. Qalbini yumshoqligi sizga fazilat beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning yana bir yaxshi xislatlaridan, o'zlari kambag'al yashardilar. O'zlari faqir edilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, lekin boylardek ihson qilardilar. Bugun bizchi Rasulullohning ummatlariman deymiz. Nomerlar 571, telefon nomerlar 0571. Yursak tantana. Hayotimiz boy odamlarning hayotiday, lekin ehsonlar faqirona. Ehsonlar juda faqir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni sunnat deyotganlar, men sunnatga amal qilaman deyotganlar, Rasulullohdan tarixlarini bir to'g'riroq o'qing siz bir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam fazilatlik amallarda bardavom bo'lardilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mehribon edilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ahli ayollariga ham mehribon edilar. Xulqlari juda go'zal edi. Alloh taolo u kishiga shunday fazilat bergandi. Shuning uchun mana shu xulqlardan xulqlanishlikni Alloh taolodan har birimiz so'ramoqligimiz kerak.